ham odamlarning orasida. Nima telefon qilyapsan yana? Nima gaping bor? Katta yigitsan. O'zing yelkingda boshing bor. O'zing hal qilgin, tushundingmi? Meni tinch qo'yinglar. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Boya sanatoriya yo'ligida turgan edim. Qarasam, telefonda gaplashib turib, hushingizdan ketib qoldingiz. Darrov hamshiralarni chaqirib keldim. Mana endi ko'rinishingiz yaxshi. Ha, unutmayman. Ismim Dilshod. 6-palatadanman. Baraka toping. Rahmat sizga. Ha, aytgancha men ismim Umida. Ha, unisini bildim. Hamshiraning aytishi bo'yicha Umida Alimovasiz. 6-palatadansiz. Kelganingizga endi 3 kun bo'libdi. Ha, hamshiraning aytishi bo'yicha sizda qattiq stress bo'libdi-da. Yo'q, shunchaki yurak ishemiyasi degan tashxis qo'yishdi. Hozir ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Xafa bo'lmaysiz, boya yo'lida telefonda kim bilandir qattiq gaplashganingizga qaraganda bunaqa o'xshamaydi. Voy, eshitib qoldingizmi? Unda hamma eshitgandir. Meni baqirganimni. O'zi uydagi gapni hech qachon ko'chaga tashmayman. Lekin bu gap menga juda ham ortiqchalik qildi. Men kecha sizni xuddi shu skameykada o'ychan, xomush ko'rgan edim. Sizni nimadir qattiq o'ylantiryapti desinglar. Aka, bolalarim katta bo'lib yonimga kiradi. Tashvishlarim kamayib, qiyinchilik ko'rmay yashayman deb o'ylagan edim. Uzr singlim, so'raganning aybi yo'q. Bolalaringiz ko'pmi? Ha, 2 o'g'lim bor. 2 o'g'limni o'zim katta qildim. Bittasini o'zim uylantirdim. Ha, endi bolalar ham ancha katta bo'lib qolgan ekan-da. Katta bo'lmay ketsin. Katta bo'lgan sari tashvishlari ham katta bo'lib ketdi. Hammasi katta o'g'limni uylantirganimdan keyin boshlandi. Ha, qizim, voy. Kelaver. Ha, eshigimiz har doim ochiq.